soğuk münasebetler uruşu ahırlaşkandan keyinki bugünkü kündü men anlayan en qattiq notuk bulup hesaplanıdı. Eğer Orunbasar Prezident Pence'nin nutqi Amerika hükümetinin meydanıga haqiqiy vakillik qiladigan bolsa, undaqda bu nutuk 71 yıl burun Churchill sözlеген nutuk tömür perde bilen oxşaş orun qoyuşqı boladı. Beijing tayyorlik qilib qo'ydimi? Eğer bu nutuk deydi, bu nutuk 70 yıl burun Churchill, Angliyaning vaziri, şu vaqtdagi Angliyaning vaziri Churchill sözlеген nutuk tömür perde mavzuluq nutuk bilen oxşaş bir orun qo'yishqili bo'ladi bu nutukdan. Beijing tayyorlanib qo'ydimi? 1946-yılı 3 ayının 5 günü Angliyaning merhum vaziri Churchill Amerika'nın Borton şehrida Westminster Üniversitetida sobiq Sovetlarga qarshi, kommunizmga qarshi nutuk so'zlaganda Tömür perde degan ismni ishlatib, sobiq Sovetlar va Sharqiy Yevropa sotsializm davlatlariga hujum qilib, bu davlatlar tömür perdening ichiga tushdi deb ko'rsatgan. Shuningdek, shu qatim so'zlangan nutuk tömür perde nutqi deb atalgan. Shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlar bilan sobiq Sovetlar o'rtasida so'q munosabatlar urushining tömür perdesi ko'tarilgan. 1947-yılı 3 ayının 13 günü Amerika'da Trumanizm o'tirg'i chiqib, Amerika boshchiligidagi kapitalizm lageri bilan NATO bilan sobiq Sovetlar yetakchiligidagi kommunizm lageri Varshava shartnomasiga a'zo davlatlar so'q munosabatlar urushining rasmiy o'rtasida so'q munosabatlar urushining rasmiy boshlanganligidan derak bergan edi. Onun başka ziyaretçi alim, ondan başka ziyaretçi okuvchi yoki alim Vuzalay Twitter'da o'zining nutuk to'g'risida ko'z qarashlarini e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Orunbasar Prezident Mike Pence'ning nutqidan ko'rib olishga bo'ladiki, Amerika Jungo munosabatida zo'r o'zgarish bo'ldi. Amerika Jungo to'g'risida ümitsizlikten başlap uzul kesil ada juda bolğıça. Amerika Jungo toğrısı da ümitsizlikten başlap Jungo bilen uzul kesil ada juda bolğıça. Jungo'nun kengaymislikini qattiq cheklash orqali Amerikaning davlat mudofaa kuchini kuchaytirib, Amerika bilan dunyoning umidini qayta qurib chiqmoqchi bo'ldi. Bu nutuk bir parça xitobnomidir. Amerika Qo'shma Shtatlarining ma'mum prezident Mike Pence efendi so'zlagan nutuk bir parça xitobnomidir. Yani bir qadam ilgirlab fikr qilsak, bu nutuk urush xitobnomasidir. Yani bir qadam ilgirlab fikr qilsak, bu nutuk urush xitobnomasidir. O'zali yana mundaq dedi. Kompartiya ma'rifatlik dunyoning ko'chisiga qo'yib etilgan bir tuyoq kalaga o'xshaydi. Orunbasar Prezident Mike Pence to'planish signali chaldi. Eli g'arbiylar chaladigan signal va to'planish tarqalish signal degandek, muavin prezident Mike Pence to'planish signali chaldi. Bütün dünyanın ma'rifatli kuchi birleşip, Jungo Kompartiyasini yengib, kirishi ve birleşip, Jungo Kompartiyasının singib kirishi ve kengaymichiligini o'rtaqchaklab, uni ma'rifat prinsiplariga amal qilishga majburlab, Jungoni ishga taqib olgan davrlarga qaytirib, Jungo'ni ishik taqib olgan davrlarga qaytirib, ma'rifatlik dunyoning taraqqiyot natijalaridan bahar ololmaydigan bir holga tushirish kerak.
Bu Huzalay deganning fikri ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarining ma'lum prezidenti Mike Pence apandi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo siyosati to'g'risida to'xtaldi, nutq so'zildi. Nutqning ro'yini yuqorida ko'rib o'tdik. Buni o'xshatuvchilar ayni chog'da Angliyaning vaziri Churchillning Amerikada so'zlagan nutqi, Temir Parda nutqi, Temir Parda degan ism ostida so'zlagan nutqiga solishtiribdi. Shu nutq so'zlanganda ayni chog'da dunyoda sovuq munosabatlar urushi boshlangan edi. Masalan, NATO lageri, Varshava shartnomasi lageri boshlangan edi. Endi bugungi kunda sovuq munosabatlar urushi oxirlashdi. Men deydi bular tunji qatim urushdan keyin sovuq munosabatlar urushi oxirlashgandan keyingi kunda tunji qatim bu nutqni, bunda qattiq so'zlangan nutqni angladim. Biz hozirgacha mesela Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoga besim qilish kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari kishilik huquq ko'ngil bilish kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari mazlum allaga mustamlika alla xalqlarining hozirgi ahvoliga, siyosiy ahvoliga va kishilik huquqlariga ko'ngil bilish kerak degan narsani so'zlab keldim. Zodi Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qanday shaklda muomala qiladiganligi to'g'risida xiyolimizga hech narsa kelmadi. Qanday qo'l bilan bir taraf qilish kerak. Bugun qaraymizki, Prezident Trump hukumatı Oqsaroyga kirgandan keyin kishilik huquq degan gapni yoki bu uchurni, yoki bu iborni eg'izga elib boqmadi. Biroq Prezident Trump hukumatı Oqsaroyga kirgandan keyin Jungo siyosatining qanday o'zgarganligini sizlar ko'rib o'tdingmi? Biz so'zlab kelyapmiz. Biz ham ko'rib o'tdik. Siyosat qanday bo'ladi? Jungoga qanday muomala qiladi? Dal bu masala tagi-tagidan aytganda, haliqa daryoni tarmoq eriqchilarga parchalash eqim bo'lgandek, endi siz bizga kelgan vaqtida dal bu ish Jungo siyosati, navbatda belgilangan Jungo siyosati dal siz biz talab qilayotgan Amerikadan talab qilayotgan yordamning mayli kishilik huquq shakli bo'lsin, mayli siyosat shakli bo'lsin, mayli yuqorqidek singib kirish, qarshi turish va Jungoni cheklash shakli bo'lsin, mayli haliqidek savdo va tijorat shakli bo'lsin. Shunday aytganda hozir yig'inchoqlab, xulosalab shunday deymiz, hurmatli vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Jungo davlatiga, Jungo hukumatiga besim paydo qildi. Hozir bu besim aytilayotgandek, so'zlanayotgandek, savdo tijorat so'rkilishi, savdo urushi deb atalayotdi. Amaliyotda tijoratni iqtisod bu siyosatning manbaidir. Ya'ni siyosat iqtisodning markazidagi ifodasidir. Iqtisod bilan siyosat bir narsaning ikki tarafidir. Bugun shunday taraqqiy qilib so'zlab siyosat mushiya kelganda Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisod sohasida shunday talab qo'ygan ekan, bu yerda orqa tarafda, masalan, siyosiy tuzum, siyosiy jamiyat, siyosiy hokimiyat yoki kishilarning kishilik huquqlari va boshqa qonunda belgilangan huquqlari to'g'risida Jungo jamiyati qanday shaklga kirish kerak? Bu gap bormi yo'qmi? Agar bu gap bo'lmasa, mintaqaga oqmaydi. Amerika hargiz mintaqasiz ish qilmaydi. Mana bilaveling. Amerika hargiz mintaqasiz, qoidasiz ish qilmaydi. Bu yerda gap nima? Bu qatamqi Jungoda yuz berish ehtimoli bo'lgan o'zgarish yoki xalqaro jamiyat qistab kelayotgan o'zgarishga majburlayotgan o'zgarish, bu siyosat sohasida o'zgarish hosil qilmay turib, iqtisod sohasida o'zgarish hosil qilishi Jungo uchun aytganda mutlaq mumkin emas. Bugun dal ana shu nuqtaga keldi, shu bosqichga yetib keldi. Jungoning buningdan keyingi taqdiri qanday bo'ldi? Gap hozir 11-oyning 30-kuni Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping 20 davlat yig'inida uchrashdi ekan. Endi buning qarta bugungi shu nutqqa, ma'lum prezident so'zlagan nutqqa hozir Xochining xonim bayonot e'lon qilib raddiya berdi. Uni kelar qatim ekilamiz. Chunki ularning javobi nima deb ekamasak bo'lmaydi. Ularning javobidan qaraganda qarshilashish. Amerika bilan aloqaga qarshilashish. Amerika bu yo'lda kelyapti, Jungo siz o'zgarishingiz kerak. O'zgarishingiz kerak. Bu yo'lni tanlab olishingiz kerak. Sizning hozir qilayotgan ishlaringizni Amerika qabul qilmaydi. Mishiya keldi ish. Lekin Jungo hukumati hozir endi otdan tushsin, uzangidan tushmaydi degan gap bor. Shu bo'yicha darhol inkos qaytirib, bayonot orqali inkos qaytirib Amerika bilan qarshilashadiganligini bildi. Shuni deb tursak, masalan, 4-kuni payshanba kuni ma'lum prezident Pence mush nutqni so'zlagan mush soat, mush daqiqalarda
Cungo'nun Amerika Qo'shma Shtatlari turishliq bosh elchisi Su Tiankay Jungoliklar yo'l qo'yishga tayyorlanib qo'ydi deb nutq so'zildi. Buni qanday tushunish kerak? Birinchisi, Muavin Prezident Mike Pence efendining Hudson instituti Jungo siyosati to'g'ri so'zlagan nutqi. Ikkinchisi, hozir selishtirsak, Jungo hukumatini qo'yib turaylik. Hozir bosh elchi Su Tiankayning so'zlagan nutqi. Ya'ni Jungoliklar yo'l qo'yishga tayyorlanib qo'ydi. Buni tayyorligini qanday tushunsak bo'lar, Turan efendi? Bugun kelishchilarimiz mana bu yerda oyoqlashdi. Qarag'anda siyosat o'tirg'i chiqdi, Jungo siyosati belgilandi. Jungo siyosati qanday bo'ladi deb biz tahlil qilib keldik, maqsadlimi, shakllimi deb keldik. Zodi maqsadlimi deb keldik. Bugun endi Muavin Prezident Mike Pence'ning doklati orqali Amerikaning siyosati belgilandi deb aytamiz. Endi vaziyatning o'zgarishi qanday bo'ladi? Jungo hozir Su Tiankay, bosh elchi Su Tiankay aytganda qanday yo'l qo'ydi, nimada yo'l qo'ydi, qanday yo'l qo'yish kerak, bu darajasi qanchalik? Masalan, siyosat sohasida yo'l qo'yishning darajasi qanchalik? Masalalar murakkablashdi, masalalar og'irlashdi, shundaqla masalalar oydinlashdi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo siyosati aniqlashdi.